Ayol erining xiyonatini sezgan paytida ichiga chuqur og'irlik kiradi. Shu lahzadan boshlab ayolning ko'ngli og'riydi, qalbi sinadi, eridan ich-ichidan uzoqlashadi. Lekin ko'p ayollar baqirib-chaqirib yurmaydi, janjal qilmaydi. Ular ichidan yig'laydi, ichidan duo qiladi, ichidan qarg'aydi. Ayolning ko'nglini og'ritgan, ko'nglini sindirgan erkakning ishlari yurishmaydi. Savdosi o'xshamaydi, ishi yurishmaydi, rejalari orqaga ketadi. Chunki ayolning ko'ngli juda og'ir bo'ladi. Xiyonatni eshitgan ayolning ko'nglida tugun paydo bo'ladi. Ana shu tugunni erkakning o'zi yechmaguncha, ayolning ko'nglini olmaguncha, o'ziga ishonchini orttirmaguncha, uning hayotida baraka bo'lmaydi. Shuning uchun erkaklar, ayolingizni ko'nglini og'ritmang, uni ranjitmang. E'tiboringizni ayamang, ko'nglini oling. Chunki u oilangizning quyoshi. Ayol baxtli bo'lsa, uyda baraka bo'ladi. Ayolning ko'ngli joyida bo'lsa, erkakning ham ishi yurishadi. Aytishadi-ku, ayolni yashnatsang, olamni yashnatadi. Buni tushungan erkak hech qachon ayolini ko'nglini sindirmaydi.